Assalomu alaykum, hurmatli 300-maktab o'qituvchilari. Sizlarga birinchi BSB bo'yicha yo'riqnomalarimiz bordi. Mana 15 balli, 20 balli, 25 va 50 balli hisobotlar to'plamlari. Bizda mana 5A sinfga namuna sifatida oldik. 15 balli BSB'mizni tekshirib ko'ramiz. Mana namuna sifatida mana sizlar bu yerlarga topshiriqlaringizga nisbatan ballarini, so'roqlarni o'rniga qo'yib chiqasizlar. O'shanga qarab bu yoqda ham uchlar, masalan men 15 ta 5 ga bo'lib 3 tadan qildim. Namuna sifatida. Masalan 15-10 ball qilsam 4 baho olar ekan o'quvchilarimiz. Bu yoqda 15 bo'lsa o'zi baholarni hisoblab ketadi mana. Hisoblab ketish jarayoni oxirgacha mana hisoblab keldi. Hamma ana ular natijalar bu yerda 100% ko'rsatayotgani, mana shu hammasi maksimum qo'yilgani hisobiga. Masalan, oxirgi bolamizni o'zgartirib ko'raman mana. 12 desak, 4 baho olyapti. Mana bu yerda men bu asosiy protsentiga ta'sir qilmadi bu hozir. Mana buni ham 11 qilamiz. Ta'siri mana ko'rsataveradi bizda. 58 gacha bunda. Mana baholarimiz 3 baholi bola qo'ymoqchi bo'lsak, masalan 5 desak mana ta'sir bo'lishni boshladi mana. 2 ta 4 baholi o'quvchimiz, bahoga esa bitta 3li 47 ta 5 baholi o'quvchilar. Bu 15 ball edi. Hamma o'zini ballini qo'ygan hisobiga hammasi formulalarimiz ishlayapti. 20 ballini ko'rib chiqamiz. 20 balli ham xuddi shunday ketadi. Bunga to'rtli qo'yganman. O'zlaringiz baholaringizni qo'yib bu yoqqa. Formulamiz mana bu yerda xato ketgan bitta 25 balliniki qolib ketibdi. Mana 20 balli qilsam bu ham 100 ko'rsatadi. 20 balligimiz bu 25 balligimizda o'zgarishlari bilan qilingan. Bu yerda ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi. Qaysi ball mana ballar deganim so'roqlarimiz bor edi. O'shalarni o'rniga mana ballarni qo'yib chiqsa, bular to'g'ri ishlaydi hammasi. Bu yerda 50 ta bolamizga qilganmiz namuna uchun. Sababini oxirgi tablitsada ko'rsatib o'taman mana. 50 ta bolaga qilganimiz sababi sinflarda bizda maksimum 47-48 ta o'quvchi ko'rganman o'zim. Bu yerda 50 ta qilganimiz mana bu tablitsa ham, grafik ham ishlashligi uchun. Mana oxirdagi bolani Mannobov Usmon 43-bola. Mana bundoq qilib o'chirsam bizda masalan hamma shunday o'chirib ketaveradi, shunda men bu ham ishlab ketadi. O'chiraman buni. Ozroq o'zgartirish kiritadigan joyini ko'rsatib o'taman mana. Mannobov Usmongacha qoldi bu yerda bizda. Mannobov Usmonning ballarini o'zgartirsam masalan 5, 6, 7, 9 qo'yadigan bo'lsak mana Mannobov Usmonning grafigi ham o'zgarib kelyapti. Ballari bilan mana 9 qo'yganlarimiz 7 o'zi o'zgarib kelyapti. Endi men bu yerda formulaga ketay. Mana bu ishlamay qoldi bizda. Sababi bizda ko'rsatilmagan oxirgi bolani soni. Bizda nechiga to'g'ri kelyapti? Mana bu yerda 51. 51 qilsam bu formulamiz ham ishlaydi mana. 100% ko'rsatyapti. Nega 100% ko'rsatyapti? Bu yerda baho 50 ball bo'lib qolganligi uchun. Bizda hozir hisoblab ko'ramiz mana 19, 26, 32, 37 ball ekan. 37 ballni qo'yadigan bo'lsak, mana 74% olyapti. Mana bu yerda bu ham o'zgaryapti. Nega bu hali ham 100% turibdi? Pashti 49 u 7 hisobiga mana. 3 ta bolani o'zgartiraman mana 30 ball. Mana 98 bo'ldi bu ham. 25 ball. Mana 95 ga tushdi umumiy ko'rsatkich. Baholar hisobiga mana 2 ta bola 3 oldi, 1 ta bola 4 oldi. Qolgan 50 ta bola 40 ta bola. Qolgan 40 ta bola 5 baho oldi. Shunday hisobiga sizlar mana buni ballarni qo'yib, hisoblab mana bu yerga qo'ysalaringiz, mana bu qatorga
Bu yoqda o'zi formula hisoblab beradi. Nechta bolangiz 5 oldi, nechta bola 3 oldi, umumiy ko'rsatkichi. Mana bu yerda foizlar. Foizlarga keladigan bo'lsak, mana foizlar men bu yerda so'roq qo'yganman. 10 ballidan qo'yib chiqqanman. Bunga, 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 bunga. Sizlarda o'zgaradi. Qachon? Mana bumuz bizda taxminan 8 balli deylik. 8 balldan 10 olgan. 125 bo'lib ketdi. Hammasini 8 qilsak, bu ham to'g'ri ko'rsatadi mana formula. Sizlarda 8 balli bo'lsa, mana bu formulada mana bu yerda 8 o'zgartirasizlar. Tepadan so'roq o'rniga 8 bo'lsa 8 qilasizlar. 6 bo'lsa mana bu yerda 10 da 6 qilasizlar. 5 bo'lsa mana 5 qilib ko'ramiz. 5. 5 qilsak mana o'zgarib ketdi. Mana buni 5 qilamanda ko'rsatib o'taman. Mana 5 gacha mana maksimum 5 bo'ldi. Bu formulamiz ham ishladi. Qolganlari ham xuddi shunday o'zgaradi. Topshiriqlarning ballariga qarab. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa murojaat qilasizlar.